Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilanning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut Yultuzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tatib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nechizlarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingizmi, Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Butun xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi. Ay, ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib etsin. Ay, qudratga egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tatib berib, ulan uchuqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'limaqlar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azmat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. To'xtamish yana uni buni deb aniq javob bermay, bu echilgan gapni keyniga so'zdi. Bir kuni kechga yaqin Yulduz To'xtamishning uyiga jiddiylashgan holda yugurib keldi. To'xtamish aka, opamning mijozi o'zgarib qoldi. Qo'rqib ketyapman. To'xtamish Yulduzning etining keyniga mengashtirib yo'lga chiqdi. Yulduzning onasi haqiqatan o'zgarib qolgan edi. To'xtamish kirganda bir necha ayol urug' tuqqanlar yig'ilib o'tirishgan edi. Yulduzning onasi ig'ir hosirab To'xtamishga bir nimalarni deyishga tamshaldi-yu, gap qila olmadi. U to'shak yeniga kelgan To'xtamish bilan Yulduzning qo'llarini titrab turgan qo'llari bilan tutdi. Ularning ko'zlariga tikilib talmirib qaradi va nihoyat mutasda pichirlab degudek bir necha so'zni aytadi. To'xtamish, Yulduz, bolalarim, ishqinglar ayrilmanglar. Shuning bilan u yigitning qo'lini tortib, qizning qo'lini tutqizib qo'ydi. Appa, jinim appa! Yulduz unsilib yig'lab ketdi. Uning opsi tiniqdan qolgan edi. 40 kundan keyin To'xtamish Yulduzni amriga oldi. 1 yildan keyin ularning poqlandek budruq o'g'li Iltarish tug'ildi. To'xtamish bilan Yulduz omroq, mehribon xotinlardan bo'lib qoldi. Shunda qilib To'xtamish etini minib, Oliboris Tarxonning buyrug'i bo'yicha o'rda oldidagi maydonga keldi. Barliq 1005 va 105lar to'liq yig'ilib sapga turdi. Qo'mondan Oliboris Tarxon o'zining qovul chilan to'riq etini minib sap oldiga o'tdi. Ediqut xonning ko'k bayrog'i tiklangan o'rda sepilidan Nog'ri Sunay sadosi yangradi. Bu hol ushbu yig'ilishning nihoyat muhim ekanligini bildiradi. Nog'ri Sunayning tantanalik sadosi besiqqandan keyin Oliboris Tarxon sapga tizilib turgan sarkardalarga mundaq uqtirishni jakarladi. Ey botur azmatlarim! Bilinglarki, Mong'ol elining buyuk xaqoni Chingizxon qora qitollar bilan Naymanlarni bostirish uchun Jabinoyan qo'mondonligidagi bir qo'shinni yo'lga soldi. Bu qo'shin ato'gunning ichida ostonimiz qora qo'rchoqqa yetib keladi. Bizning Shavkat xaqonimiz Ediqut Barchiq ort degan bizni Jabinoyan qo'shini bilan birlikda otlanishga o'rlashtirdi. Shunga har qaysi 1005 va 105lar jangchilarni yig'ib, bugundan boshlab tayyor holatda turinglar. Degandek, oradan 3 kun o'tganda Mong'ol qo'shini Qo'chu tavasiga yetib kelib, shahar sepillariga yaqin joyda bargoh qurdi. Oliboris Tarxon shahar mo'tavarlaridan bir to'p odamni agashtirib, ularning oldiga chiqdi va Jabanoyanni Ediqut xonning sarayiga boshlab kirdi. Mong'ollar 5-6 kun dam oldi. Ondan chedirlarni yig'ishtirib yurishga tayyorlandi.
Jabanoyan boshchiligidagi Chingizxon qo'shuni bilan Olubaris Tarxon boshchiligidagi Ediqut qo'shuni birlikda otlanib chiqib, janub tarafdagi Xoqoniya zaminlariga yo'l oldi. To'xtamish 105 sap ichida etini yo'rg'ilatib ketib etib, turib-turibla xiyolga berilib ketadi. U qo'choda qolgan suyumlik ayoli Yultuzni va totliq o'g'li Iltarishni o'ylaydi. Ani shundoq shirin xiyollar ichida tuyuqsiz ashu unutulmaz Turkan oyning oydek jamoli suratlanib chiqadi. Turkan oy hozir nalar yurdigandi? Bu dunyoda bormidi? To'xtamish yo'l ustida duch kelgan har bir yeza, mahallalardan o'tganda ixtiyorsiz turda o'tgan kechgan yo'lovchilarga yoki ishga echilib qolgan qo'ru va uylarga zan silib qarab qo'yadi. Mushu kishilar orasida, mushu yerlarda Turkan oy uchrab qolarmi? Lekin doim uning intizorligi bo'shqa ketadi. To'xtamish turibla yana nurg'un yillar ilgari Oltoydagi Naymonlar orasida tunishgan ustozi Tata Tungani va do'sti Tarlarni eslab qoladi. Tata Tunga Chingizxonning yenida qolgan edi. U davlat ustozi deb atilib, Mo'ng'ul ordusida nopozliq arbob bo'lib qoldi. U balkim hozirmo Chingizxon bilan birlikda cho'ng ishlarni muzokaralashib yurayotgandi. Tarlanchu u Oltoydan Naymonlar bilan ketgan edi. Endi nada nima ish qilayotgandi? To'xtamay bo'layotgan cho'ng urush, kichik janglarda u omon qolganmidi? Naymonlar qora qitallar bilan birlashdi. Hozir Mo'ng'ul Uyg'ur birlashma qo'shuni Naymonlar va qora qitallar besib olgan Qashqarga qarab ketyapti. Tarlan hayot bo'lsa, hozir Qashqardimi yoki Xotandimi? Agar uning bilan janggohda uchrashib qolsak, qandoq bo'lar? Burunqi odashligimiz saqlanib qolarmi yoki? To'xtamish ot ustida uzun yo'llarni besib ketayotganda bir tarafdan ana shundoq tugumas xiyollarga beriladi. Yana bir tarafdan burun ko'rib boqmagan yurtlarga, atrofdagi manzaralarga qiziqsinib qaraydi. Mo'ng'ul Uyg'ur qo'shuni Tangri tog'ning janubiga o'tib, Kucha diyoriga kelganda hammaylan sagaklashdi. Ediqut zaminlari oyoqlashib, Qoraxoniylar zaminlari boshlangan edi. Amdi har qadamda tuyuqsiz hujumga uchrash ehtimoli bor edi. Jabanoyan har bir yeza, har bir kentga kelganda musulmonlarni yig'ib, Chingizxonning har qanday odam o'z ota-bobolarining diniga e'tiqod qilish erkinligiga ega degan yo'l yo'riqini jakarlaydi. Buni anglagan musulmonlar yeniklashib erkin nafas oladi. Va buni anglashga ulgurmagan yoru birodarlarga xush xabar yetkazadi. Hamma yerda bu haqda g'ulg'uli ko'tarildi. Mo'ng'ullar bilan tat Uyg'urlar musulmonlarni yaklamaydi ekan. Ular musulmonlarni o'zlarining diniga kirishga majburlamaydi ekan. Mo'ng'ullar bilan Ediqut Uyg'urlari qora qitallarni yo'qotqili kepti. Jabanoyan va Olubaris Tarxon qo'shinlari borganligi yerida musulmon aholining qizg'in kutib elishiga erishdi. Kishilar ularga yemak-ichmaklarni yetkazib berishadi. Tunash uchun o'zlarining qo'ru va uylarini bo'shatib berishadi. Ularning qora qitallar ustidan g'alaba qilishini tilaydi. Joy-joylarda palta, qing'roqlar bilan qurollangan fidoilar tashkillanib, qitallarning noib va bojigirlarni surib to'qay qiladi. Mo'ng'ul Uyg'ur qo'shinlari hech qanday to'salg'usiz degudak Qashqar tarafga ilgarilab ketaverdi. Qashqarda ansizchilik avj elib ketdi. Bu shaharda turayotgan kuchli xon Mo'ng'ul Uyg'ur qo'shinlarining bostirib kelayotganligini uqqandan keyin darhol Naymon qitan qo'shinlarini tartibga selib, ochliqni jug'lab, ot uloqlarni ko'paytib, bo'lg'usi jangga tayyorlik ko'rishga kirishdi. Qitallarmu, Naymonlarmu haqiqatan ansizchilikka tushib qoldi. Ular bu qitimqi jangda utib chiqishga toza ishinib ketolmaydi. Qashqar xalqi aksicha ruhlanib, jonlanib ketdi. Ahuzlarimiz Xudoga yetgan o'xshaydi. Bu nejislardan qutulgan kunlar kaga o'xshaydi, deyishadi ular.
Mo'ng'ullar islom dinini cheklamaydi ekan. Ular bizga hesdoshlik qiladi ekan. Degandek gap so'zlar eg'izdan eg'izga ko'chib tarqalib yuradi. Hamma odam o'sha nijotkor qo'shunining tezroq yetib kelishini taqozolik bilan kutmoqda edi. Tarlon umidsizlangan holda o'zini baxt qaro talaysiz yetimchi deb ataydigan bo'lib qoldi. Uning Naymon qiziga uylanib, o'zini eng baxtli odam deb yurgan chog'lari o'tib, kayni-kaynidan mag'lubiyatlar, g'urbatchiliklar, ko'ngilsizliklar uzilmay kelgili turdi. U Naymonlar orasida bo'lib, Mo'ng'ullarning zarbisi ostida 6 oydan balo sog'inqichi bo'lgan orliqda qanchalik jabr-jafo va qanchalik xavf-xatarlarni beshidan o'tkazmadi. Va shuning badaliga u nimaga erishdi? U o'zining aslidagi el yurtidan ayrildi. Kundalik turmushining xotirjamligi buzildi. Mana, oxir u so'qilib tosqilib yurib Qashqarga kelib qoldi. Bu yerga kelgandan keyin u butunlay jon qayg'usida yuradigan bo'ldi. Kuchli xon islom diniga e'tiqod qilishni chekladi. Masjidlar vayron qilindi yoki taqib etildi. Naymon qiton cheriklari yotadigan yotoqqa ot uloqlarni saqlaydigan eg'ilga o'zgartib etildi. Qashqarliklar qarshilik ko'rsatib, qattiq bostirib etilgandan keyin yavaşlab jimib qoldi. Lekin ularning ko'zlaridan cho'nqur o'chmanlik o'tlari chaqnab turadi. Yurish-turishlari gumonliq bo'lib, istilochilarning yuraklariga qo'rqinch soladi. Tarlon kech-kunduzdek do'kida yuradi. Qachon bir do'qmushdan o'qiya etilib qolarkin? Qachon qaysi yerda yoshirin dushmanlar ushtumtut bostirib kelib qolarkin deb vasvasa ichida kunduzlari tala-tuzda ixtiyoriy yurolmaydigan. Kechalari to'zikkina uxlay olmaydigan bo'lib qoldi. Mana amdi ko'tiralmasang sangiltib ol degandek Mo'ng'ul qo'shuni bu yoqqa kelayotqudek. Texi Idiqut Uyg'urlarining bir qo'shunimi ular bilan birga kelayotganmish. Bu qandoq bo'lib ketgani? Tarlon amdi o'z Uyg'urlari bilan urushamdi. U xato yo'lga menib qoldimi? Yo'q, mening tutgan yo'lim xato emas. Nim bo'lsa, Naymonlar bilan bizning dinimiz bir, tilimiz yaqin. Idiqut xon asli biz tarafda, Naymonlar tarafda tursa to'g'ri bo'ladi. Mo'ng'ullarning tilimi, dinimi boshqa. Ular shamonlarga e'tiqod qilishidi. Ular Buddani, Isoni bilmaydi. Vaholanki biz Uyg'urlarning bir qismi Budda diniga, bir qismi Nasara diniga va yana bir qismi islom diniga e'tiqod qiladigan tursa, Naymonlarmi bizga o'xshash Budda tarafdorlari emasmi? Tarlon bu murakkab chegish vaziyatning tegi-taktiga yetolmay titit bo'lib turadi. Yana boshqacha bir fikr uning miyasida aks sado paydo qiladi. Bizga hukmronlik qilgan qora qitonlarga Mo'ng'ullar dushman bo'ldi. Lekin Naymonlar qora qitonlar bilan do'st tortishib keldi-ku. Ko'ngilsiz xiyollarni to'la o'ylab, Tarlonning beshi oylanib ketdi. Ba'zida uzun kechalarda u ustozi Tata To'nga bilan 6 oyda tunishgan heliqi do'sti To'xtamishni eslab qoladi. Ular hozir hayotmidi? Qayerda? Nima qilib yurayotgandi? Ani shundoq deli-g'ulluqda o'tayotgan kunlarning birida oxir Naymonlar bilan qitonlarning ansirginidek ish portlab chiqdi. Kech kuzning sovuq shamollari gurkirab turgan qop-qorong'u bulutli tunda mo'ng'ilg'on Qashqarliklar uy-uylardan, ko'ch-ko'chalardan o'ng-tinsiz chiqib kelib to'plashdi. Ularning ba'zilari yoshirib qo'ygan qilich, nayza o'qiyonlarni va ba'zilari palto, qing'roq, temir gurza qatorli qurollarni tayyor holatda tutishib, qo'zg'olonchilar rahbarining buyrug'ini kutmoqda edi. Oxir hamma taqozo bo'lgan payt yetib keldi. Vaqt yarim kechadan oshganda qo'zg'olonchilar rahbari oqbuz etiga menib, qilichini qinidan shart qilib sug'urib oldi-da, Allohu akbar! Qo'zg'olonchilar darhol uningga ovoz qo'shdi. Allohu akbar! Allohu akbar! Go'yoki daryoga to'sib olg'ili bo'lmaydigan ulug' kelkun kelgandek bo'ldi.
Yüzligen, minglagan g'azablik odamlar Naymon va qitollarning kotilari yotgan uylarga etildi. Dahshatli qirg'inchilik boshlanib ketdi. Ishg'oliyatchilar uyquchilikda nima bo'lib ketayotganligini anqirib bo'lguncha, qo'zg'olonchilar yupurilib kelib, nurg'unlarni yer tishlatdi. Qorong'ulikda ur-chop degan chaqiriqlar va zarba yeb yarador bo'lganlarning dod faryodlari, kuchab tiq urayotgan kishilarning hoyt-hoyt deb unsilishlari butun shaharni qoplab ketdi. Omon qolgan qitollar va naymonlar uy-uylardan qochib chiqib, har tarafga pitirab ketdi. Tong yo'rg'icha butun shahar qo'zg'olonchilarning qo'liga o'tib bo'lgan edi. Kuchlik xon o'zining xillangan qo'riqchilarining kuchlik himoyasi ostida shahar sirtiga chiqib oldi. Ishg'oliyatchi qo'shinning asosli qismi shahar atrofidagi chedir bargohlarga joylashgan edi. Kuchlik xon qo'shinni tartibga selib tayyorlik qilib olgandan keyin qaytadan g'ayratga kelib, shahar sepillariga hujum qo'zg'adi. Qo'zg'olonchilar shahar darvozalarini taqib, sepil to'pisiga chiqdi. Amdi butun shahar xalqi, ayol, qiyri yosh deb ayrimay, qo'liga nima chiqsa shuning bilan qurollanib, qo'zg'olonchilar sepiga qo'shilib ketgan edi. Sepilga sho't qo'yib chiqayotgan cheriklarning ustiga tosh kesaklar etildi. Qaynoq suvlar to'kildi. Ishg'oliyatchilarning bir necha qitimliq hujumlari muvaffaqiyatli bo'lmadi. Shu asnoda Naymonlarning kucha tarafga avatilgan charlig'uvchilari otlarni qora targa cho'mdirib qaytib keldi. Mong'ol Uyg'ur qo'shinlari uch shahardan o'tib, bu yoqqa to'xtamay ilgirlab kelyapti, deb xabar yetkazdi ular. Kuchlik xon darmonsiz zarda bilan yerga qattiq birni tepdi. Endi qanday qilish kerak? U lanta Mong'ollar bilan yana so'qishish kerakmi? Beshi qotgan kuchlik xon uchisiga kiyilgan zanjir simon po'lat savutini sharaqlatib, u yoqdan bu yoqqa tez-tez mengib ketdi. Buningdan 4 yil ilgari Oltoyda bo'lgan fojialik mag'lubiyatni u texi unutmagan edi. Shu chaqda u otsi Toyinxondan ayrilib qolgan edi. Butun Naymon eli yurt makonlarini tashlab, g'arbga ko'chib, qitollardan panohlik tiladi. Shu chaqda Temujin rahbarligidagi Mo'ng'ullarga qudratli qora qiton hukmdorlarmi cheqilishga petin olmagan edi. Holbuki, hozir Mo'ng'ullar texmi kuchayib ketdi. Uning ustiga bu qitim ular Ediqut Uyg'urlari bilan birlashib kelyapti. Yana texi Munu Qashqarliklarmi qo'zg'ilib chiqdi. Kuchlik xon o'zini go'yoki har tarafdan yalqinlab ko'yayotgan o't ichida qolgandek his qildi. U darmonsiz g'azabda qizirib ketgan ko'zlari bilan yenida turgan song'unga qarab varqiradi. "Hujumni to'xtatinglar!" Hujum to'xtadi. Qashqar shahridan chekinib chiqqan ishg'oliyatchilar amdi chedir bargohlarini yig'ishtirib, yuk toqilarini ot va to'gilarga ortib 2 kungacha taraddud qilishdi. 3-kuni tong yo'rishi bilan tang ular safarga otlanib Qashqardan yiroqlashdi. Yana 2 kun o'tgandan keyin Jaba Noyan va Oliboris Tarxon qo'shinlari Qashqarga yetib keldi. Qashqar qo'zg'olonchilari shahar sirtiga chiqib, nog'ri sunaylarni chelib, ularni xushal-xuram kutib oldi va shaharga boshlab kirdi. Jaba Noyan maydonda yig'ilgan xaloyiq oldida o'zining gavdalik chilan to'riq etidan tushmay turib, Chingizxonning mashhur yo'l yo'riqini yana jakarladi. Har qanday odam o'z ota bovlarining diniga e'tiqod qilish erkinligiga ega. Xaloyiq xushallikdan o'zini besib ololmay, cho'qan suran silib davrab ketdi. Jaba Noyan va Oliboris Tarxon qo'shinlari Qashqarda 2 kun turib orom elib, ozuq to'likini to'liqlab olgandan keyin qayta otlanib, Kuchlik xonning kaynidan qo'g'lab yurib ketdi. Naymon qitan qo'shini Qoqos cho'llaridan o'tib, Qoqos taqir tog'larga duch keldi. Qatmu-qat tog'lardagi ot va to'gilar mong'olug'idek so'qmoq yo'llar borgan seri yuqori ko'tarilib bormoqda edi. Kuz faslining oxirgi kunlari bo'lg'achqa, bulutliq osmondan go'yoki sovuq yig'ayotgandek bilinadi. Qopoqlari turilib ketgan Kuchlik xon bulg'un juvisiga yo'ginib, soqolliq tojik yo'l boshlig'uchidan asabiylashgan ohangda so'radi. "Bu tog'larning ichidan qachon chiqimiz? Qachon aholi yashaydigan yerlarga boramiz?"
Yo'l boshlag'uchi uning terikishiga parvo qilmasdan tamkinlik bilan javob berdi. Yiroq emas, oz qoldi. Nega yiroq emas? Nega oz qoldi? Aholi yashaydigan yerlarga-chi. O yerlarda qaysi toifaning kishilari yashaydi? To'liroq afg'onlar, tojiklar yashaydi. Yanımı ichkirilab mansaq, hindilarmi bor? Ular qanday xalqlar? Ular qanday tanrlarni tunuydi? Afg'onlar bilan tojiklar musulmon, hindilar butparast. Undaq bo'lsa, o'sha hindilarning yurtlariga borayli. Sargardan qo'shin tog'dan toqqa o'tib ketaverdi. Tarlon bekli parishon edi. U Qashqar shahar ichida qo'zg'olonchilarning hujumiga uchirganda yordar bo'lgan edi. Shu kuni yerim kechidan oshganda bir to'p qurolliq odamlar u yotgan uyga bostirib kirdi. Tarlonning bir muncha sabdoshlari texu uyqusini ocholmay gangirab turgandilar qirib tashlandi. Tarlon tagi ostidagi qilichini ilibla derazadan sakrab qochdi. Hamma yerda qolaymaqon urushmoq, chepishmoq boshlanib ketdi. Tarlon ko'ch-ko'chlarda qilichvozlik, nayzavozlik qilishayotgan, qichiyotgan, qo'g'layotgan va o'layotgan odamlarning qaysilari o'z va qaysilari yot ekanligini zodili farq etolmadi. U faqat bu ma'lumotchilik ichidan tezroq qutulib chiqib, o'zini o'ngshib olishni o'ylaydi. U hadab uyoq bu yoqqa yugurib, tenib yurganda ushtumtut o'ng belikiga qattiq bir narsa urildi. U yerga yiqildi va tushib qolgan qilichni elishga ulgurmay, choqmoq tezligida sakrab qopib ketdi. Aslida uningga nayzi sanjilgan bo'lib, belikining bo'ljun go'shi tilinib ketgan edi. U pitirib ketgan bir to'p naymonlarning orasida oxir shahardan qaytib chiqib oldi. Ammo shuningdan beri yaralangan belikini ko'tarolmay qoldi. Yori eg'izi dastlabda qizirib, lo'quldab og'ridi. Keyin yiringlashga boshladi. Naymon amchi uning yarasini yuyib, o'simlik dorilarini tengib, qo'lidan kelishicha davolab boqdi. Lekin unumi bo'lmadi. Mana Tarlon hozir Badaxshon degan yerdagi xilvat, odamzodsiz Hinduqush tog'larining orasida ketyapti. Uning tengib qo'yilgan o'ng beliki ishib, ko'kirib ketdi. Tunigundan boshlab uning qizitmasi o'rlab, ko'zlari qorong'ulashqila turdi. U egarda nihoyatda mutasda o'ltiradi. Uning yetib olg'usi keladi. Biroq naymonlar tog'liq joylarga kelgandan keyin oruvlarni tashlab o'tgan edi. O'lib qoladigan o'xshayman deb o'yladi u. Uning egarda o'ltirgudek madori qolmadi. Bo'ldi. Meni mush yerga yotqizib qo'yib ketaveringlar. Jinim qiynalib ketdi. Baribir saqlay olmayman. Naymonlar uni tashlab ketmadi. Bir oqsoqolliq chol uni o'zining etining keyniga mengashtirib, orqon bilan o'ziga chetib bog'lab oldi. Sezgusi xiralishib ketayotgan Tarlonning nuri qochgan ko'zlaridan ikki tomchi yosh soqol bosgan mang'izlarga sirg'ib tushdi. Sho'r peshoni Tarlon bu yo'ruq dunyodan xo'shlashib, mushu odamzodsiz qoqos tog'lar orasida ko'milib yetib qolsa, uning bola sog'unda qolgan vafodor xotini va ikki narasida bolasi qandoq bo'lib ketar? Kimlarning qo'liga qolar? Mong'ollar kelib qoldi! Mong'ollar keldi! Bu vahimlik varqirashlar Tarlonning quloqlariga go'yoki nechiqat osmonning nerisidagi yiroq bir yerlardan olinayotgandek tuyuldi. Darvaqa uzoq o'tmay Jaba No'yon va Oliboriz Tarxonning otliq qo'shinlari yetib keldi. Minglagan, tumanlagan otlarning tumir toqiliq tuyoqlari qoqos tog'lar orasidagi tosh tuproqlardan hayvatlik do'pirlab, surlik shovqin suran palakka o'rladi. Tog' ichi go'yoki do'zaxga aylandi. Odamlar bir-birining qilichlari bilan chopatdi. Nayzi sanjiydi. Odamlar va otlar keyni-keynidan yiqilg'ili turdi. Tarlonni mingashtirib olgan qiyri naymon hadab etini qamchilab, jangohdan yiroqroq ketishga oldiraydi. Tarlon hammaga beparvo bo'lib, xomush holatga tushib qolgan edi. Uning beshi sangilab, ko'zlari yumildi. Ushtumtut uni mingashtirib olgan qiyri naymon beqiniga nayziyib, ot ustidan tushib ketdi.
Onunğa arqan bilan chetib bog'langan tarlanmu qattiq toshlar ustiga mo'llaqlab tushib yetib qoldi. Endi u butunlay hech nimani sezmadi. Ko'zlari yo'g'on ejilib qoldi. Kuchli qon taqdir belgilaydigan paytning yetib kelganligini darhol tushundi. Endi chekinishga yoki o'zini qochirishga o'rin yo'q edi. Şunu u endi ya ölüm ya ko'rim demakdan boshqa amal qolmagan edi. U qilichini yalang'ochlab o'z jangchilariga madad berib, uran to'lab, etini choptirgan peti Mo'ng'ullarning saflariga bosib kirib ketdi. U butun kuch-quvvatini yig'ib, jon ochiqida qilichni o'ng'imi, so'lg'imi chopqili turdi. Bir Mo'ng'ulning kallasini oldi, ikkinchisining qo'rsiqini yardi. Üçünchisini yelkisidan kindikigacha parchalavatdi. Yana ikki otni yiqitdi. Uning aynakdek voldab turgan po'lat qilichi qonga bo'yilib, qip-qizil bo'lib ketdi. Lekin taqdir uningga kulib qaramadi. Qo'yundek etilib kelgan bir Mo'ng'ulning o'tkir qilichi kuchli qon mingan chiroyli oqboz otning quloq tuviga urildi. Ot yerga gup qilib yiqilganicha xortildab yetib qoldi. Kuchli qon egardan qonqib chiqib, to'pi orlash yig'iliqda do'mlab ketdi. Qilich qo'lidan chiqib ketgan edi. U sakrab qo'pib, yerda qonga melinib yotgan bir Naymon jangchining naysini oldida yaqin kelib qolgan bir Mo'ng'ulning beqiniga sanchidi. Shu on har tarafdan etilib kelgan Mo'ng'ullar uningga kayni-kaynidan qilich urdi. Dastlabda Naymon xalqining taxt varisi bo'lib, keyin Qoraqo'ton xalqini abchilik bilan qo'lga kirgizib olgan tinim topmas kuchli xon ana shu tariqada o'zining yurt makonlaridan yiroq yerlardagi Hindukush tog'larining ichida mangulik dunyoga safar qildi. Shuning bilan mashhur Qoraqo'ton xalqimu tarix sahifalaridan mangulikka yo'qoldi. 18-bob o'tirar. Jaba Noyan va Olibariz Tarxon qo'shinlari Qashqarga yurish qilib, kuchli qonga zarba berayotgan mezgilda Xorazm davlatining O'tirar shahrida shu davrdagi Yevropa Osiyo cho'ng quruqligi tarixining burilish nuqtasi bo'lib qolgan favqulodda voqea yuz berdi. Oxirgi vaqtlardan beri Chingizxon savdo tijorat ishlariga qiziqib qolgan edi. U qo'shni ellardan kelib turadigan savdogarlarni xush muomala bilan kutib olib, ishlariga o'ng'aylik yaratib beradi. Shunga Uyg'ur, Xanzu, Tang'ut, Jurjit, Qitan savdogarlari Mo'ng'ul yayloqlariga borgan seri ko'plab keladigan bo'lib ketdi. Bo'libmi yaqindan buyon Xorazm va Eron savdogarlari bu yoqlarga diqqat e'tiborini qaratgan edi. Hatta musulmonlarning bir qism savdogar va o'qimishli zotlari Chingizxonning xizmatini qilib turib qoldi. Shundoq kunlarning birida, ya'ni milodiya 1218-yili yozda Xorazm tavasidan cho'ng bir savdo karvoni kelib qoldi. Karvon xo'jayini tovar durdun qatorliq qimmat baholiq sovg'alarni elib, Chingizxonning oq kigiz uyiga salomga kirdi va o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib cho'nqur ta'zim qildi. Assalomu alaykum, sohib qironi azam Chingizxoni muazzam. Biz Kunpitish tarafdagi buyuk Xorazm mamlakatidan tijorat ishi bilan karvon tortib keldik. Ko'nglimizni qaytirmay, sovg'atlarimizni qabul qilg'aysiz. Chingizxonning yenida bodashqon qurib o'ltirgan Tata To'nga savdogarning so'zlarini uningga tarjima qilib berdi. Bo'ladi. Biz savdogarlarni qarshi olamiz, dedi Chingizxon kulimsirab. Hammaylar birlikda sirtqa chiqib, 9 to'gida akilingan sovg'atlarni ko'zdan kechirdi. Yaxshi mollar ekan, esil mollar ekan, dedi Chingizxon beshini irg'itib. Shuning bilan Xorazmlik savdogarlar Soyib Qironi Azamdan ijozat elib, savdo-setiq ishlarini boshlavetdi. Ular yayloqlarni orlab, o'zlarining mollarini chorvichi va ovchilarning qo'lidagi qo'y, kola va so'sar, bo'lg'un, qunduz qatorliq qimmatli jonivorlarning terilariga, kam uchraydigan o'simlik dorilarga almashtirdi. Oradan birer oycha vaqt o'tib, savdogarlar qaytishga taraddud qilganda, Chingizxon ularni huzuriga chaqirtib, bir dova oltin javohirlarni taqdim qildi.
Savdogarlar yayloq hukmdorining qo'lidan shuncha ko'p javohirlarning chiqqanligidan hayron qoldi. Ular tog' dalalarda yashaydigan ko'chmanlarda bundoq boyliqning bo'lishini o'ylamagan edi. Bizda bundoq narsalar ko'p. Sizlarning akelgan mollaringlarmi nihoyatda esilkan. Biz sizlar bilan savdo qilishni xohlaymiz. Davomli kelib turinglar, bizmi borayli, dedi Chingizxon. Savdo karavani ketgandan keyin Chingizxon o'zining bosh maslahatchisi Yalluq Chusay va shaxsiy kotibi Tata To'nga bilan bosh qo'shib, Xorazm taraf bilan rasmiy savdo munosabati o'rnatish to'g'risida kengashdi. Yalluq Chusay asli jin sulolasi ordusida xizmat qiladigan o'qimishli bir qiton edi. Chingizxon Sadijin sepilidan o'tib, Jurjitlarga zarba bergan urushlarning birida u asirga tushgan edi. Keyin u xuddi Tata To'ngaga o'xshashla Chingizxonning yaqin ham ishonchli yordamchilaridan bo'lib qoldi. Mo'ng'ul xalqining cho'ng ishlariga munosabatli qaror chiqarishga to'g'ri kelgan chaqlarda Chingizxon hamisha mushu ishki qobil yordamchilar bilan fikrlashatdi. Biz buningdan keyin savdo ishlarini rivojlantiraylik. Bu haqda Tata To'ngami, Yalluq Chusaymi? Har ikkinglar menga yaxshi maslahat, oqilona taklif fikrlarni berdinglar. Sizlarning bu taklifinglarni qabul qilaman. Biz Jurjitlarning oltin xonligiga yurish qilib, nurg'un oltin kumushga ega bo'ldik. Hozir Jurjitlarmi, Tangutlarmi bizga siliq to'laydigan bo'ldi. Endi qo'limizdagi shu boyliqlarni tijoratga dasmoyi qilaylik. Barakalloh. Biz chorvachilikni, savdo tijoratni tang tutib, egilikni qudrat topqizishimiz kerak, dedi Yalluq Chusay. Yot allar bilan savdo qilishning foydasi ko'p. Savdo karvonlarining har qaysi allarga mangdirib tursak, boylik to'plash bilan qolmay, balki eng muhimi, dunyoni biladigan ham tushunadigan bo'lamiz, dedi Tata To'nga. Kengash natijasida Xorazmga bir cho'ng savdo karvoni avatish qaror qilindi. Mo'ng'ul ordusida xizmat qilayotgan musulmonlardan Muhammad Xorazmi, Umar, Yusuf ismli 3 zot Chingizxonning elchilari bo'lib tayinlandi. Ularga yana musulmonlar va boshqa toifa kishilardan bo'lib jami 500 savdogar qo'shib berildi. Shuning bilan necha yuz to'yga, necha yuz ot va nurg'un harvalardan tarkib topgan favqulodda zo'r savdo karvoni tashkillandi. Tata To'nga Chingizxonning nomidan Xorazm shohga qaratib bir parcha putuk yozdi va uningga qizil tamg'a bosdi. Chingizxon bu putukni bosh elchi Muhammad Xorazmga o'z qo'li bilan topshirdi. Buni Xorazm shohning o'z qo'liga yetkazib bering, dedi u topilib. Bosh ustiga buyuk xoqonim, dedi bosh elchi va qalin seriq qog'ozga qora siyoh bilan yozilgan putukni qo'sh qo'llab elib leviga, ondan peshonasiga tekkizdi-da qo'yniga soldi. Bu putukning asosiy mazmuni mundaq edi. Ey nomi mashhur tojdor sulton Muhammad Aloyiddin Xorazm shoh oliylari. Tangri bu jahonni sizga va bizga ato qildi. Siz va men Tangri yaratgan odamlarning osoyishligini ko'zlaymiz. Sizning mamlakatingizdan bizga savdogarlar keldi. Ular biz tarafdan nimalarga erishganligini sizga o'zlari yetkazsin. Biz tarafdanmi savdogarlar o'z mollarini ilib sizlar tarafga mangdi. Ular sizning mamlakatingizga borgandan keyin savdoning talabkori bo'lg'isi. Ular bizga kerak narsalarni setib oladi. Siz menga farzanddek bo'lg'aysiz. Tangri jahonni ikkimizga tortiq qildi. Uni adolat va ehson bilan bezadi. Biz yaxshi ishlarga mas'ul bo'lgan chaqda bizga madadkor va tayanch bo'lg'aysiz. Biz sodiq do'stlardan bo'layli. Shundoq bo'lganda yo'llarimiz badniyatlardan tozalandi. Yer jahon adolatdan obod bo'lganda barcha xalq bizga opirin etqusi. 500 savdogar 3 elchining hamrohligida yo'lga ravon bo'ldi. Bu favqulodda zo'r savdo karvoni cho'l boyag'onlarda uzildirmay yo'l yursimu mo'l yurib, yozning oxirgi kunlarining birida Xorazm davlatining tavallikidagi O'tirar shahriga yetib keldi. O'tirar ancha cho'ng shahar bo'lmasa-mu, chegaradagi avot makon edi. Bu yerda rasta do'konlar, qo'nalg'u karvon saroylari bor edi.
o'tgan kechgan xaloyiq shaharning cho'ng darvozasidan kirib kelgan bu zo'r karvonga havaslanib qarashib, "Rosa katta savdogarlar keldi-da" deyishdi. Dang va karvon saroylarining xo'jayinlari yo'l ustiga yugurib chiqishib, shirin so'zlar bilan karvon ahlini xaridorlikqa tutib qolmoqchi bo'lishadi. Bayaka, bu tarafga qadam tashrif qilg'aysiz. Ozoda, pokiz dangba, yotoqlarimiz kang tasha. Ay aziz bandalar, karvonsaroy mana bu yoqda. Ot uloqligi eg'il ham kangri maydonlarimiz bor. Esil yam-xashaklarimiz bor. Karvon ahli ularning chaqirish va chillashlariga qaramay o'z yo'liga ketaverdi. Oldi bilan Shahristonga borayli, dedi bosh elchi Muhammad Xorazmi. Ayni davrdagi har qanday bir O'rta Osiyo shahridagi o'tirarmu tashqi va ichki shahar rayonlariga ayriladi. Ichki shahar rayoni Shahriston deb atilib, shahar hokimi va uning yaqinlari shu yerda turadi. Savdo karvoni egiz sepillar bilan qo'rshalgan Shahristonga kirib keldi. Muhammad Xorazmi boshliq 3 elchi shahar hokimining turalg'usiga kirdi. Shahar hokimi Inalchuq G'oyirxon ularni 4 bo'longa bir keltirib, yumshoq gilamlar silingan ozoda qabulxonada kutib oldi. Salomdan so'ngra hokim janoblariga kelishdiki muddaoyimiz ayon bo'lsin-ki, dedi Muhammad Xorazmi cho'nqur ta'zim qilib gilamga o'ltirgandan keyin. Kun chiqishdagi xoqonimiz sohibqironi azam Chingizxon muazzam oliylari o'zining eng yaxshi tilaklarini izhor qilib, kun petishdagi buyuk tojdor sulton Muhammad Aloyiddin Xorazmshah oliylariga biz fiqirlar orqali shohona tamg'i bisilgan maktub yo'lladi. Shu vajidan sulton oliylarining muborak didorlariga muyassar bo'lishdan ilgari hokim G'oyirxon janoblariga ehtirom bildirib, salom berish istiki bilan bosh egib huzurlariga daxil bo'lib turibdimiz. Fiqirani salomlarimizni ilik olg'aysiz. Hokim G'oyirxon to'rdagi 4 qat ko'rpining ustida bodashqon qurib o'ltirgan edi. Qo'rsoq selib ketgan gavdasi bek semiz bo'lg'achqamikin, u yo'g'on yeshil shoyisali o'ralgan beshini bir ozmu egib qo'ymasdan g'odiyib o'ltiradi. Bosh elchining qoida yusulliq so'zlarini anglagandan keyin u to'mtoq barmoqlari bilan yirik chor soqolini silashtirib, gelini qirib qo'ydi. Xush gapsizlar, hormag'aysizlar, dedi u pushuldab va xirqirab. Elchilar uning so'zining davomini kutib, sukut ichida uningga ko'z tikdi. Lekin hokim qandoqdir tushuniksiz va mag'ruron qiyofatda texmi bek g'odiyib ortiq undimadi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning Idiqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Hokim hazratlarining muborak soyisida sabringlar qutlug', maqsad va ajringizlar utuqliq bo'lg'usidir. Musulmon turib kofir mo'ng'ullarga sotilib ketgan osiy munofiqlar. Senlar bu yerga savdo qilish uchun emas, josuslik qilish uchun kelishding. Meni bilmaydi deb o'ylashyapsan. Ko'z bo'yamchilik qilib oldimdan o'tib olib, ostonimizga berib buzg'unchilik, og'dirmachilik qilmoqchi bo'lishyapsan. Xonota, varislik ishini tegi jo'chidan so'raysiz-ku. Bizni uningga topshirib bermoqchi bo'lyapsiz. Bu markib pushtining bizni boshqargan nima qiba?